köp vaqt bo'ldi, yaqin o'rtada aksiya qo'ymadik. Chunki biza yaxshi tayyorlandik, zo'r tayyorlandik. Dillar uchun bilasizlar, hammadan ajralib turadi. Aksiyasi ham boshqacha bo'ladi, narx ham boshqacha bo'ladi, sovg'asi ham boshqacha bo'ladi. Hozirgi kundagi yarim narxidagi bahasi 1 million 500 ming so'm bo'ladi. 1,5 million so'm tushib qoldi. 1,5 million so'm tushib qolibdi. 1,5. Rossiyskiy 100 ishlataman men, sifatli narsa ishlataman desangda 3 million 300 ming so'm sotib turibdi. Hozirgi momentda shunday yerlarda turgan yeri bor. Bizdagi narxi 1 million 650 ming so'm bo'ldi. 1 million Bu bize köp tayyorlangan, size köp so'ragan, xalqimizga hozirgi kunda eng momentida kerak bo'ladigan mahsulotlar albatta 50% skidki. Bu yerda hammasini yozganimiz, hammasida shunday skidkalarimiz amaliyot tutdi. Xullas shu stol komplektimiz birdan avtomat kir mashin evazina bo'ladi. Birdan avtomat kir mashin. To'y boshimondami siz axir? Shuning uchun qara endi bu narsa xo'jalik ham kerak, toza xo'jalik uchun hammaga kerak bu narsa. Yurtdoshlarimizga bersak, to'liq aytib berik, boshqadan avor aytib bermaylik degan maqsadda qaranglar. Bu narsani ham oladilar, lekin ish o'rni sharti bo'ladi. Shu videoga like, kommentariy yozasiz, chiroyli izoh qoldirib ketasiz. Tasavvurlardan bo'lgan bu. Kelishamiz, savdolashamiz, ustanovka dastavka aytib beramiz. Yanında bonusuna qaranglar. Birdan 32 lik televizor, bir dana tapa yoki bo'lmasa, xolasangiz gaz plitada o'tirmaymiz. İşi görüp durgan 3 tane padarkingizdan hammasini mutlaka tekinga beramiz. Shunda aytganingizni aytganim yo'q, sizga yarashmadi bu dejaganim. Seriozne gap. Qaranglar, bize aytganimizdek hem xolasangiz yana televizor, xolasangiz bu padarkada o'tirasiz, qo'ydikmi berish kerak uni. Xolatmish edamiz. Gaz plitada ham bereceksiniz, 32 lik televizor ham bereceksiniz. Gazdan beraman, bundan beraman, tapa naborundan beraman. Dastavka ustanovka ham ishlatib bereceksiniz. Dastavka ustanovka ham ishlab beraman. 65lik, 75lik razmerda xarid etib olaman desa 50 lik televizor beramiz. 50 düymdagi televizor padarki. Bor endi bir televizor oladi, bir kichkinasini qo'shib beriladi. Bir televizor oladi, bir kichkinasini qo'shib beradi. Dastavka ustanovkalar ham ichida bo'ladi. $1 milyon 700 ming so'mga tushgan, 1 milyon 800, 1 milyon 900, 2 milyon 400, 2,5. Endi bu yerda gaz plitani bir xil firmada, misol uchun bu Femash bo'lsa, Bon Femash bo'ladi, Iban'dan Femashimiz bo'ladi, Ferresi bo'ladi. Bunda variant vibor ko'p. Shu ko'rib turgan 1 2 3 4 5. 5 tane sovg'amizni, yetamakmi 5 si? Yetadi. Qaranglar. 5 tane sovg'amizni kommentariya shova qo'yib beramiz. Kommentariya shova qo'yib beramiz. Keyingi videoda aniqlaymiz. Keyingi videoda aniqlaymiz. Endi videomizni sen soat nechada chiqarishingni bilamiz-ku. 5 da chiqarasan, 6 da chiqarasan. Bugun chiqadi, bugun chiqadi. 8:30 ni chiqadi. Birinchi bo'lib kommentariya yozgan odamga shu 6-chisini beramiz. Gap. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sog'lom-salomat. Xudo xolasa bugungi videoda sizlarga 4 yildagi maishiy texnika narxlarini tanishtirib o'tamiz. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Qo'llangancha sizlarga kerak video chiqarishda davom etamiz. Ko'rib turganlaringiz Dillar 300 magazinga keldik. Bu Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 yo'l tumani 4 yo'l bozorida joylashgan bo'ladi. Yan tarafdan keladigan yurtdoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bozorimizning gün chiqish darvozasi tarafdan keladilar. Salonchilar xatoni topadilar. 10 tarafga qarab aylansanglar, Dillar 300 degan yozuv ko'zdan tushadi. Keyin Optum tarafdan ham kirib kelsanglar bo'ladi. Optum tarafdan ham bemalol shu bir dana darvoza kiradi. Shundan to'g'ri kirib kelsanglar, Dillar 300 magazini yozuvini ko'zdan tushadi. Shundan kirib kelsanglar ham bo'ladi. Ekranlardan telefon nomerini qoldirib qo'yamiz. Bemalol shu bilan bog'lanib turib, adres so'rab kelsanglar yoki onlayn tarzda xarid etib olsanglar bo'ladi. Videoni boshlamaylik. Ergashamiz ham shuda keyin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Demek Ömürbek endi ergashamiz söylemedik mana. Ömürbek zo'r aksiya tayyorgarlik ko'rdik. İki bo'lib. Bugun shuning uchun boshqacha bo'ladi. Assalomu alaykum Usto'rtkil kanali obunachilari, Dillar 300 magazinimiz xaridorlari. Sog'misizlar, omonmisizlar? Hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Xudo xolasa bugun sizlar uchun dimzo'r, ajoyib, manfaatli bo'ladigan video ishlaganmiz, tayyorgarlik ko'rganmiz. Yine büyükten birazdan ko'p vaqt bo'ldi videom chiqarmadik. Siz bilan ko'p ishlamadik lekin o. Bu yerda ishlamadik, hem opsiya ham aksiya qo'ymadik. Ko'p vaqt bo'ldi, yaqin o'rtada aksiya qo'ymadik. Chunki biza yaxshi tayyorlandik, zo'r tayyorlandik. Aksiyalar ko'p bo'lib turibdi, skidkalar ko'p bo'lib turibdi. Lekin Dillar 300'ni bilasizlar, hammadan ajralib turadi. Aksiyasi ham boshqacha bo'ladi, narx ham boshqacha bo'ladi, sovg'asi ham boshqacha bo'ladi. Shuning uchun sizni dimzo'r kutilmagan yangiliklar
bo'ladi. Videomizni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishingizni so'raymiz. Hali bu do'kondan bo'lmagan deysiz-ku. Maishiy texnika Bu do'konda emas, maishiy texnika olamida bo'lmagan aksiyalarni qo'yib beramiz. O'ktamma, xudo xolasa bir chetdan az batafsil tanishtiramiz, lekin videomizni o'tkazmasdan ko'rishni tavsiya qilamiz, chunki zo'r sizlar uchun manfaatli, nima deydi, hozir muammoli narsalar o'tdikmi, boshqa hammasini yechim topib ketasizlar, xudo xolasa bir chetdan. Esa qisqa bo'lsin, o'nda bo'lsin, hammaga manfaatli bo'lsin. Nodan boshlaymiz. Bo'ldi. Endi ko'p aksiyalarni ko'rib qoladigan bo'lsak, e'tibor etib o'tiradigan bo'lsak, odamlarga kerakmaydigan narsani, sezon o'tgan narsalarni arzon narxda qo'yib berish, skidka etib berish hammani bir bozorchilarning dasturi bo'lib qolgan. Nechun sezonli narsani skidka etmaydilar. Chunki sezonli narsani skidka etish qiyin. Undan tashqari ko'p do'konchilardan bo'ladigan narsa, masalan, sezon vaqtida ko'proq foyda ko'rib, ko'proq pullab olish. O'zi ne sezonli vaqtida o'tirgani yetadi-da uni. Diller uchun sizlara, xalqimiz uchun manfaati bo'lsin degan maqsadda sezonli narsalarga sezonida skidka qo'yib berajaqmiz. Skidka qo'yib berajaqmiz. Aksiyamiz ham bir kichkina aksiya bo'lmaydi, mega chegirma bo'ladi. Xudo xolasa yana kutib olasizlar. Xolodilniklarda bo'ladi. 50% skidka mega aksiyamiz xolodilniklarda bo'ladi. Do'stlar, bu bize ko'p tayyorlangan, size ko'p so'ragan, xalqimizga hozirgi kunda eng momentida kerak bo'ladigan mahsulotlar albatta xolodilnik. 50% skidka, bu yerda hammasini yozganimiz, hammasida shunday skidkalarimiz amaliyot tutdi. Yana qiziqari hammasini narxlari ham yozilib turibdi. Narxlar ham yozilib turibdi. Bemalol so'rab, sorishtirib, bilib, ko'rib kelaverasizlar. Bizda narxdan nima deydi, raqobatdan qochmaymiz. Narximiz ham javob beramiz. Hamma taraflama, masalan 5 milliondan balanti, 3 milliondan pasi, 2 million bunday gap yo'q. Hamma xolodilnikimizda birdek amaliyot qilib qo'yganmiz. Kattasida ko'proq zarar ko'rsa, kichkinasida ozroq ko'radigan bo'lsak, hammasini bir tekisda ishak qo'yganmiz. Hammasi 50% skidka. 50% skidka. O'ktam xolodilniklarni o'rtacha motorining narxi $100, 1,5 million so'm pul turadi. 1 million 200 kamida 1,5 million so'm pul turadi. Hozir biza qo'yadigan xolodilniklar motorning narxidan ham arzon. Ya'ni zapchastdan ham arzon baho xolodilnik qo'yib turibmiz. Navbat qilajak bo'lsa, tushunmayman, tushunmayman. Beda o'ktam bizada bilasan, ko'p firmalar bilan, ko'p zavodlar bilan pramo ishimiz, dillerskimiz. O'zlarimizda katta mashinalar ham bor, o'zlarimizda dastlabki mashinalar ham bor. Hammasi xudo shukr o'zlarimizda xususiy. Masalan, ortiqcha to'lab etib, ortiqcha aytib yurmaymiz. Biza nishatib bo'lsam, narx-navoni xalqimizga, yurtdoshlarimizga qanday darajada bo'lsam arzonlatishni harakatindamiz. Shu mahsulotni masalan sezonda arzonlatasiz. Ha, 7,5 million so'm sotib ko'rib, masalan, birovni puli yetmaydi, boshqa aytib o'tirgandan buni imkon darajasida biz masalan o'zlarimizning mashinada kelsak, bir yo'l kirayinda o'tamiz. Yana o'zlarimizning mashinada dastlab ketib bersa, bundan ham o'tamiz. Yana bir masalan ko'p omillar bor bu narsaga. Hammasi xudo shukr o'zlarimiz harakat etib, shu narsani xalqimizga arzon chiqarik, arzon yetkazib berik degan maqsadda harakat etib yuribmiz. Inshaalloh bo'lib kelyapti. Shuning uchun 50% skidkani ham bu yerda foyda degan narsani o'zim xatorak, biza foydasini ham dengdirib beramiz, zararni ham durib beramiz. Ko'p zavodlar bilan shartnoma etganimizda 1-maydan narx-navolar keskin oshadi degan narsalar bo'lgan. Hozirgi danli momentda shu narsa televizorlarimizda bo'lib turibdi. Zavod tomonidan televizorlarning narxi oshgan. Lekin bizda avvaldan fundament bo'lgani uchun hozircha ostatki tovarimizni sotib turibmiz, narxini ko'tarmadik. Xolodilniklardan shunday bo'ldi. 1-maydan ko'tariladi devalla. Sal gulla salqin keldi, ob-havo yog'ingarchilik 1-4 kunlar emas, O'zbekiston bo'yicha bo'ldi bu narsa. Shuning uchun nima deydi, xolodilnikdan sezoni ma'lum miqdorda orqaga surildi. O'zi 1-maydan narx-navoz ko'tarilajak edi. Salgina kechiktirdi. Hozir bir 20-15-chislalardan bo'ladi deb turibdilar bu narsani. Endi prognoz shu narsada biza qo'limizdagi tovarlarni bir qator 50% da sotib olsak, berib olsak, undan yana arzon narxda tovar oldirib qolib bilamiz. Keyin xalqimizga yana arzon narxda. Buni demak kuni cheklangan bo'ladi, to'g'rimi? Kuni cheklangan bo'ladi. Lekin mahsulot cheklanmagan. Mahsulot hozircha xudo shukr cheklanmagan. Anchagina ostatkimiz bor, chunki bir reklama chiqmasdan bu zagodovka ishlamasak bo'lmaydi. Bizani butun Qoraqalpog'iston, Xorazm, Doji, O'zbekiston bo'ylab savdo etamiz. Bir dana, yarim dana mahsulot uchun aksiya chiqaramiz. Endi narx-navolar bilan bir qator danishtiramiz, so'z isboti bilan degandik.
Görəsilər, narxımız haqiqatda arzunlu bolsa like-ni, kommentarlarını ayamasdan yazasılar. İşi gördüyün xaladenlikiniz, mobillik xaladenlik deb aytıladi. Endi ko'p gastirisalarda, kichkina xo'jaliklarda qo'yiladi. 2 million 400 ming so'm narxi, 1 million 200 ming so'm to'laysizlar, xarid etib olib bilasizlar. eBayda ko'rdigan 2 kamerali xaladenlikimiz narxi 3 million so'mdan sotilgan. Hozirgi kundagi yarim narxidagi bahasi 1 million 500 ming so'm bo'ladi. 1,5 million so'mga tushib qolmoqda. 1,5 million so'mga tushib qolibdi. 1,5. Rossiyskiy 100 sa ishlataman men, sifatli narsa ishlataman desangda 3 million 300 ming so'm sotib turibdi. Hozirgi momentda shunday yerlarda turgan yeri bor. Bizdagi narxi 1 million 650 ming so'm bo'ldi. 1 million 650 ming so'm. Hech qanday oldindan to'lab emas, boshqa emas, shu pulni to'laydi. Xaladenlik sizniki bo'ladi. Shu yarim narxida hamma xaladenlikimiz. Masalan 3 million 600 ming so'mniki 1 million 800 ming so'm. Premier xaladenlikimiz bo'ladi. Optima firmaniki 3 million 200 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mga tushgan. Shivaki brendimiz 4 milliondan 2 million so'mga tushgan. Hatto Shivakini tarqatib o'tirgan zavodundan yo'q u narx. Bemalol chiqib so'rayversinlar. Aytganingizdek narximizga javob beramiz. Hisense brendi Nevisik texnologiya bo'ladi. 1 million 800 ming so'm narxi. Kattaroq xaladenliklarga e'tibor etadigan bo'lsak, ina Artelni No Frost modeli bo'ladi, inverter bo'ladi, dual inverter bo'ladi, oddiy inverter emas. 180 mi? 185 bo'ladi bo'yin balandligi, kattasi bo'ladi. 8,5 million so'mdan sotilgan xaladenlik 4 million 250 ming so'mdan bo'lib turibdi bizda. Danli momentda. Buni ya Toshkentda 70% skidkada chiqardilar. Ko'p yana bir yerlarda chiqardilar. Bu narx ham buningdek bizanikiga tushirganimizcha tushmadi. 4 million 250 bo'ladi. 4 million 950 ming so'm shunday bo'ladi. Ular 70% deb qo'ygan narxida bizda 50%imizda 4 million 250 ming so'm turibdi. Demak, oldingi narx ham arzon bo'lgan, hozirgi narx ham bunga qaraganda arzon. Misol uchun yana bu yerda Beston kompaniyaniki bor, No Frost bo'ladi, ushlab sovutadigan, sensor tabloli, 3 yil kafolatli inverter bo'ladi. Xullas hamma narsasi bor. Endi bu narxga to'g'risi ishonish ham qiyin, lekin ko'rib o'tirgan odamlar bemalol ishonadi. O'zi 6 million 800 dan sotilgan 3 million 400 ming so'mga xarid etib kelsalar bo'ladi. 3 million 400 ming. Bu xaladenlik ayting 80 santilikmi endi buni? 80 santilik bo'ladi, eni katta bo'ladi. Narxi 9,5 million so'm, 4 million 750. Ina bu Artel xaladenlikimiz e'tibor etinglar. Eco Frost deb aytiladi. Sifat kachествоsi zo'r. 6 million so'mdan sotib turibdi. Danli momentdan boshqalarda bizdagi narxi 3 million so'm. 3 million so'mga ish xaladenlikni hech qanday boshqa ustamasi bo'lmaydi, boshqasi bo'lmaydi. Shu narxini xarid etib kelsalar bo'laveradi. eBayda yana xaladenlikimiz kattalashgan sayi chegirma ortib qolaveradi. To'g'ri. Necha so'm bo'lsa, masalan, eBayda 9 million 800 ming so'mlik xaladenlikimizda 4 million 900 ming so'm olib tashalgan, narxi 4 million 900 ming so'm. No Frost sensorli bo'ladi bu. No Frost sensorli magazinniki pastda, eni 80 cm, litri 400 litrdan baland bo'ladi. Sifati narsasi zo'r bo'ladi. Endi 4 million 900 ming so'mga hech qanday ikkilanish, o'ylanish, boshqa degan to'g'ri kelaverishgan bu xil istemagan. To'g'ri kelaverasizlar. Yana bu yerda LG'miz bor ina 11 million so'm. Endi qimmatroq kelgan model, lekin buni ham yarim bahasida 5,5 million so'm etib ko'pmiz pullari. Endi 5,5 million so'm o'zi hozir motorni 10 yil garantiya. Motorni 10 yil kafolat. Endi bir narsadan aytdim. Hozirgi danli momentda 5,5 million so'm o'zi necha xaladenlik olib yuribdilar. To'g'ri, o'zimiz ham sotdik. Masalan, o'tgan oyda sen narxlarni qimmatroq sotdik, boshqa aytdik. Bu degani narxi tushdi degani emas. Biz o'zlarimiz tushirdik qisqa muddat. 10 gün bo'lib o'tadi. 5-dan 15-maygacha tushirdik narxini. Shuning uchun shu aytilgan narxlar ushbu xaladenlikka beriladi. Havo. Endi aytazak bo'lgan narsam, masalan, meni ko'rib o'tirgan odamlar xaladenlik bizdan olgan bo'lsam, boshqa etsam, ular bir xafa bo'lmasin yoki qiynalmasin. Olgan narsa qayerda qoladi? Olgan narsa qayerda qoladi? Ishlatib o'tiribdilar deb. Bu hozir bir imkoniyat. Bizlar ham berildi, biz xalqimizga berib turibmiz. Buni shunday olib qo'yib turib, nima deydi? Foydalansak ham bo'ladi dedi ko'proq, lekin sizlarga berib turibmiz, sizlar ham foydalaninglar. Biz foydalandik, sizlar ham foydalaninglar degan maqsadda ishlanib turibdi. eBayda yana modellarimiz ko'p. 1-2 dana xaladenlik emas, keng assortimentda mavjud. 9,5 million so'mlik Beston firmaniki, narxini e'tibor etamiz. 4 million 750 ming so'mga ish xaladenlik sotib olsangiz bo'laveradi. 5 million 250 ming so'm bor. Yana bir narsaga qaranglar. 4 eshikli bo'ladi, 4 eshikli bo'ladi. Magazinlik pastda joylashgan, oynalı, inverterli, hamma narsasi bo'ladi. Sensor tablolari ham bor. Litrga qarab 400 litr. 400 litr. Umuman bir, nima deydi, hamma narsasi stoyt narsa. 11 million so'mlik xaladenlik 5,5 million so'mga kisara bo'ladi. 5,5 million so'm tushdi. Havo. O'zi 5,5 million so'mga ina. Ish xaladenlik kerak bo'ladi.
5 milyon. Misal uchun o'zi ish xolodilnikimizni evvelde kattaroq xolodilnik 5 million so'mga birov ko'rib ketgan. Aytaylik, klientimiz keldidan bizdan xolodilnik olaman dedidan birdan kelib olmaydi-ku. Birinchi safar ko'rib ketadi, ikkinchi safar pul jamlab keldi. 5 million so'mga ish narsaga pul jamlab qo'yadingiz. Shuni olamanda ketverdingiz. Endi shu pulingiz tayyor. Endi bizga yana kelinglar. Buni o'rnina buni beramiz sizlarga. Ina. Kattasini olib ketadilar, kichkinasini. Yoki shu narsa boshqacha holatdan bo'lishi mumkin. Ko'p odam reklamalarda, aksiyalarda ko'radi, xolodilniklari sovg'alar qo'shilib beradi, boshqa aytiladi. Masalan, 5 million so'mdan tortadi xolodilniklarni vozdушnilar deydi, 15 million so'mgacha bor deb reklamada aytiladi, lekin odamlarning quloqi navni eshitadi. 5 million so'm eshitib qoladi. 15 million so'm eshitmaydi. 15 million so'm sal yaqmaydidan quloqqa. 5 million so'm eshitadidan katta xolodilnik olajak bo'ladidan bozorga keladi, lekin xolodilniklarning bahosi 13 million, 12 million, 11 million so'm. Endi bu narsada 10 kunlik aksiyamizda sizdan masalangiz hal. Xudo xolasa bizlarga kelsangiz 13 million to'laymiz. 6 million 500 ming so'm pul to'laysiz, xolodilnik sizniki bo'ladi. Yine Beston kompaniyaniki, yine bir de Samsung deydi, Brando deydi, Skyward deydi, assortimentda muammo yo'q. Hamma razmerlardan xudo xolasa topib beramiz. Ben deylardan bir narxini aytmadik o'xshaydi. Yine Pozis xolodilnik 3 million 750 ming so'm. Daiwa 2 million 3 million 250 ming so'm. Zefler'niki 2 milyon 900 bin so'm, Imberniki bayna 2 milyon 950, Laretto 3 milyon 900, Clio'ga qaranglar yine 2 milyon 750 mingga. Clio'ni yine bir keladigan razmeri bor edi, shuni sotadilik bu narxdan. Hozir 2 milyon 750 ming so'm buni xarid etib olsanglar bo'ladi. Yine Rossiyskiy desanglar Pozis 2 milyon 800, Indizit 3 milyon 200. Indizit tarixida bo'lmagan sena bu. 3 milyon 200 ming so'm, Brusa 2 milyon 700 ming so'm, Atlant 3 milyon 250 ming so'm. Xullas bu narxlar bundina qaraganda gulguli bo'lishi mumkin, lekin realniy narx bo'ladi. Bemalol kelib shu narxdan shu 10 kunlik aksiyamizda kelib xarid etib olsanglar bo'ladi. Boya aytib o'tganingiz boshlang'ich to'lov emas. Shu pul beradilar, xarid olib ketaveradilar. Dastavkisidan ishlab beramiz. Dastavkisi ishlab beriladi, ish pulini beradilar, xodimlik klientniki bo'ladi, lekin yurtdoshlardan bir narsani so'raydi, 10 kunlik aksiya deganimizda misol uchun inobu modeldan 10 dana bor, bundan 3 dana bor, bundan 20 dana bor, birsinden 1 dana qolgan, boshqa aytgan. Bir dana qolgan bo'lsa, buni ham addini klientga tushuntiramiz. Buni bir dana qolgan korobkasi yo'q yo boshqa deb turib alohida kelishib, yozilgandan ham yana qaytib berib beramiz. Yoki bo'lmasa, ko'proq bo'lsa 30 dana, 100 dana turgan modellarimiz ham bor. Bemalol xarid etib olishlar mumkin, lekin hozir mesela videomizda narxlar bilan ko'rib chiqdilar. Tezroq kelib xarid etsalar, ko'nglingdagi narsani olib ketishlari mumkin bo'ladi. Endi xolodilniklarda qaranglar, bittagina shartimiz bo'ladi. Shu videoni ko'rib o'tirgan bo'lsanglar, обязательно shu 3-4 kil kanalına obuna bo'lgan bo'lsangiz, Diller 300 kanalına obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Bir dana like, kommentariy yozasiz. Dükkanımızdan istalgan bir dana maishiy texnikani sotib olishi kerak bo'ladi. Xolodilniklarimizni televizor bo'lsin, mikrofonka bo'lsin farqi yo'q. Konditsionermi, baribir uyingizda hamma narsa kerak. Bu o'zlari bilan ketadi, farqi bo'ladi. Mesela yine 5 milyon 400 ming so'm xolodilnikimizni 50% chegirmada 2 milyon 700 ming so'mga xarid etib olibdilar. 2 milyon 700 ming so'm siz foyda etib turibsiz. Şu 2 milyon 700 ming so'mingizni endi hammasini demiyoruz. 2 milyon 700 aytgan endi 1 milliondanmi, 2 milliondan, 1,5 milliondanmi uyingizga kerak bo'ladigan devo bir dana texnika olasiz. Xolodilnikni siz shunchalik foyda bilan chiqib ketgan bo'lasiz. Dastavka emas berasiz. Dastavka ustanovkalar bo'ladi. Undan tashqari, qaranglar, hozir bizda mega aksiya ketib turibdi. Yana bu ko'rib turgan maishiy texnikalar to'plami bugun 5 bo'ladigan bo'lsa, endi 5-ida videomiz chiqadigan bo'lsa, 15-may kuni aksiyamizda oxirgi kunda o'ynaymiz. O'ynaladi shu. Qaranglar, arzon narxda 5 milyon so'mlik xolodilnikni 2,5 milyon so'mga xarid etib oldinglar, siz 2,5 milyon so'm foyda etdinglar. Endi 3-4 kun kanalından ko'rib keldim, O'ktamboyni ko'rib keldim desangiz, like, kommentariy yozib kelsanglar, omadli do'stimizdan bir dana sovg'ani tartasizlar. Omadli do'stkidan ham sovg'a boradi. Lekin aytishingiz shart. Uyga borib videoni qaytadan ko'rib kelib turib, men do'stkidan sovg'a olmoqman degan narsa bo'lmaydi. Ish yerda ko'rasiz. Omadli do'stkidan ina O'ktamboyni omati ozon bilan mevalar uchun blender bo'ldi. Narxi bir 300 ming so'm turadigan mahsulot bo'ldi. Endi bu yerda summasi 2 million so'mgacha bo'lgan mahsulotlarimiz turibdi. Bemalol xohlagan joyingizdan tartasizlar. Nov chiqsa
ne uçsa şu narsa sizə 32 tekinga uçdu. bo'ladi. Qaranglar endi. Bu safar size geldi Muhammed Çıdı. Qaranglar 2,5 milyon so'm foyda etdinglar xolodilnikni. Barın 1,5 milyon so'm turadigan televizor o'tib oldinglar. Necha so'mga tushib qoldi? 1 milyon 1 milyon so'mga tushib qoldi. Endi ina bu yerdan ham o'zi 15-cheslav kutiladigan narsa emas bu. 10 gün qoldi. 10 gün kaldı. Bir dana kondisioner o'tib oldingiz. Narxi 5 milyon so'm turadigan narsa. Necha so'm 4 foydadasiz? milyon so'm. 4 milyon so'm pribildasiz. Bemalol gelib, yine tevekkül et. Bu padarkidan taşkar padarki boladı indi. Bu padarkidan Bunun için taşkar ya bir padarki. so'm alınmasa sizlerden doğru mu? Yok, umuman bu narsani hech vəcə alakası yok. Şunchaki bir dükkanımızdan bir özlerimiz halkımız için koyulgan şunchaki bir padarki bu. Ne deydi? Ben taraftan haladini yem dur. Hemen kocağa gerek mesele. Televizor bu, avtomat kiriyuş maşin, pol avtomat, konditsioner, hemme derseleri üzerinde yine bu. İndi padarkidan taşkar yine padarki oldular. Gap yok. Mesela xaladinlik utup basanla, xaladinlik satıp alıp durup, xaladinlik utup basanla, onda bir çarasını hem görüp veremiz. O üzerimizi kollarımızda nerse, başka nerse almastırıp başka edip boladı. İndi nerse hem işe versek boladı xalası. Bemalal ne teorisiyle. İndi kondisyoner amadik siz onun nerse? Siz onun nerse olsa kondisyoner amatımız. Kondisyonerden hazırki günde Aladon vaxtına get tuttu çünkü güllerimiz kızışını başladı. Ucu bir günden 28-30 gradus oldu. Bir yandan ustalara mesfin başladı, kondisyonerim tabii terzek Kondisyonerlərə indi tələb artqan vaxt ustalarımız hər gərəklətədi özünü, narxlamasına azğına təsiri boladı, başqası boladı. Hazırki gündə həmmə amillarımız klient tərəfdə oturtdu. Birinciden dükançılar, katta assortiment mövcud. İkinciden ustalar arzan düşdürtdü, arzanarak bemalal xalqanma dilini xalanın nəslində gəlişdirib asala bola verədi. Karanla narxına aytıb ötəmiz. 4 milyon so'mdan başlanadı kondisyonerlərimiz. 4 milyonluq var, 4 milyon 202, 4 milyon 500, 4 milyon 800. Kondisyonerlərimizin narxı 6 milyon 900 min so'macha 12lik kondisyonerlərimiz var. İndi biləsilər, arzan нәрsə özündən özü arzan bo'lmaydi, qimmat нәрsə özündən özü qimmat bo'lmaydi. Hammasi pulga yarasha bo'ladi. Ava, pulga yarasha bo'ladi. Bizda brend ko'p. Qaysin istaysilarmi, Shivaki mi, Immer mi, Sevintage mi, Premier mi, Rulus mi, Artel, Aukus, Grey, Zifler, xullas kondisyoner assortimentindən muammo yo'q. Hamma turindən tapıladi. Avalon yine. Rulus, Avalon, Arctic, Haier, Volmer, Magna, Citronic, Shivaki turi ko'p. Size gələsilər kvadrat metr bilen bir xatar danışamız, tok şəraitlarınızı aytasılar. Sizlərə kondisyoner tənləşdə özlərimiz yardım verəmiz. Yoki özünüz bilgən libo bir görkəm modelinizni gəlişəmiz, sodalaşamız, ustanovki dastak etib verəmiz. Yanında bonusuna qaranglar. Bir dənə 32'lik televizor, bir dənə tapa. Yoki bo'lmasa, xalasanız gaz plitada oturmaymiz. İşi görüp durgan 3 tane padarki izlem, hemmesini mutlaka tekinge verin. Şimdi aytkanızı aytacağım, yok size yaraşmadı bu diyeceğim. Seriyoz ne geldi? Karanla bize aytkanımız değil, hem xalasanız yine televizyon, xalasanız bu padarkide oturuyoruz. Koyduk mu beriş gerek onu. Xalatmış edemiz. Gaz plitada mı vereceksiniz? 32'lik televizora mı vereceksiniz? Gazdan beremen, bunan beremen, tapana borundan beri beremen. Dastavki ustanokya mı iş vereceksiniz? Dastavki ustanokya iş hep beremen. Kaysı birisi nasıl alarım? Kaysı birisi nasıl alarım? 5 milyonlukunu alamla, 5 yarımlukunu alamla, 5 milyon zaman hem kondisyoner, hem gaz plitada hem televizor verecek. 3 nərsəsi bitik gitdirdi. Dastavki ustanokya mı iş vereceksiniz? Dastavki ustanokya iş hep verəmiz. Şunlar indi fayda rastlanan bir de bu tuttu. İndi fayda bir de, bu demən faydanı oylasak, yani o dedi. Klient yok at koyasın. Klientlə ava, rəqabətdən hem gəlib çıxan naxla bob qaladı. Bir de əsasi fayda emas, əsasisi bizə də obyom degen нәрsə kızı. Yergəsə her safar aytıladı ki mesela dilleri 300 koşup payadan padar istem garanti verdi. Bunlar hem garanti yapamam. Orijinal mahsulat. Yine Artel kampaniyanın gaz plitəsi 3 yılını mən yazıb qoyğanım yox. Mənə poçilkəmin deyə birinciden. Yine bu smart televizorumuzda indi bilgən bilədi 1 milyon 800 min so'mga alıb yurtdular. 2 pultlu mega galasoy hakiki Rossiya proqrammaları oynatılған orijinal televizor boladı. İndi Germanski, Nemeski kazanlar toplamı. Üçü 3 tane nərsəmiz mənimcə bundan artıq nəsə olmaydı. Ya prosto gaz bilen net durgan. Koş paradan padar hem garanti versin. Dastavki ustanokya bir şey versin. Dastavki ustanokya iş hep verler. Bemalal. Yok indi gaz filtren yakında alverdim özü sizələrə ekit verdim televizoruma. Barət desələr voucher əmət verişimiz mümkün. Halanın nərsəsini məsələn özü könlündəyin nərsəsini asalarım bola verərlər. Hiç kim hava boş gitmedi disko. Heç kimi xapa etməyimiz. Xalasa bemalal görüp durup gəsələr bola verərdi. Bu 18'liklərə məmələtə indi? Bula 12'lik. 12'lik kətlələr. 18'liklərimizə məmələtədir. Kolonni variantlarımıza məmələtədir. 24'lik variantlarımıza məmələtədir. 18'likdən kətlə assortimentdə mövcud. Aukma, Artel, Aukus, Citronic, Rio, Monicus, Magna, Rulus, Immer,
TCL, xullas bir e'tibor etsang, bir-birini takrorlamaydi bular. Doğru. Har qaysi har xil modelda ishlab chiqariladi. Bular ham amaliyotda dastavka ustidan ishlab Hammasini beriladi. amaliyotlanadi. Stabilizatorlarimiz ham bor. Bemalol bu narsalarni ko'rib kelsalar bo'laveradi. Dastavka uстановкалар ham içinde tekin bo'ladi. Undan tashqarig'i 3-4 yil kanalini ko'rib keldim desalar, Ahmet Do'stkidan sovg'asam bo'ladi. Ya'ni 32 televizor ham bor. Bir qator televizorlar ham ko'rishdik, keyin kir mashinalarini oxirida ko'rib. Men to'y boshiga keldim men. Yo'q, kir mashinani ko'rsangiz yiqilib qolasan. To'y boshiga keldim men. Mazanka chiqib qoladi. Shuning uchun ina bu narsani ko'rsatik. Televizorni ko'rsatik. Keyin bu versiyadan bir e'tibor bersak, bu 2 morozinlik emas do'stlar. Bir morozinlik bo'ladi. Rostdan bir morozinlik ekan bu. Bu 1 tonnadan ziyod bo'ladi. Endi yana qarın tuyaqchi deymizmi? Katta magazinlar, tovuq, boshqa ko'p odam yozning kunida narsalarni ko'proq solib qo'yadi ekan, boshqa etadi ekan. Litr e'tibor etamiz, 1098 litr. Ya'ni 1 tonna 100 bo'ladi. 2 kompressor bo'ladi, inverter motor bo'ladi. Ko'p odam katta morozinlikni ishlata olmayman deydi. Gapni qisqasi 200 litrlikdan 200 litrlik morozinlikning narxi 3 million so'm turadi. 200 litrlik morozinlikdan 5 tanasi. 5 tane doğru. 3 milyonni 5'e ko'paytirsangizchi 15 milyon so'm bo'lib turibmi? Bu 15 emas, endi 13 milyon, 12 milyon sotilgan yanada o'tib beradigan yerimiz bor. Bemalol kelaveradilar. Xolos, ina bu yerdan ina tonnalik Immer kompaniyaniga ham bor. Endi vitrina bo'ladi. Buning ichida do'konchilarimiz uchun, tortchilarimiz, pishiriqlarimiz uchun kerak morozinliklar ham bor. Yönüt turadi assortiment. Morozinliklarimiz ikkidan emas, bu tarafdan bor edi, ko'rsatmadik. Necha so'mdan boshlab lazım bugun? Miqdorda bor. Morozinlikning narxi o'rtacha 2 million 800 ming so'mdan boshlanadi. Ta bir 15 million so'mgacha bizda morozinliklarimiz bor. Litr hajmiga qarab ketaveradi. Har turli modellarimiz bo'ladi. Qaranglar, televizor deganimizda, televizorlardan zo'r skidkalar bo'lib turibdi, zo'r chegirma narxlar bo'lib turibdi. Narxlar arzon. 1,5 millionlikimiz 1 million 300 ming so'mga tushgan, 1 million 300likimiz 1 million 100 ming so'mga tushgan, 1 million 800 1 million 600 ga narxlar o'zida hammasida narxlar ham yozilib turibdi, narxlar ham arzon. 43'liklar. 43'lik razmerlarimiz ham har turlisi bo'ladi. Endi bilasizlar, ekran zashtasiz degan narsani xalqimizga o'rgatib ham bo'ldik. Zashtasiz degan televizorlar ham kamayib ketdi, lekin ma'lum miqdorda bor. İnternete girmeydiganlar ham kamaydi. Internetga girmaydiganlar ham kamaydi. U smart ham men o'rgatib berdik. 5 smartni oladi odam kam. Shundan bor orasida giridon bo'ladi. Endi bizda qaranglar, 43 larning har xil turlari bor. Mega deysizlarmi, Gold Starmi, boshqami, har xil turlari bor. Bemalol ko'rib, qaysi turi ma'qul bo'lgan bo'lsa, kelib olaverasizlar. Yanında sovg'asini o'rtacha joyimizga buni qo'yadigan bo'lsak, kuxnimizga, detskiy joyimizga qo'yadigan bir dana televizorni yana yanında qo'shib beradi. Televizor berajak shunda. Bir televizor oladilar, ikkinchi televizori besplatli tekinga bo'ladi. Anteni kranchlar ham tekinga bo'ladi. Ahmetli Do'stkidan sovg'asam tekinga bo'ladi. Kanalni adını aytib kelsalar. Kanalni adını aytib kelsalar, bir dara biletini ham tashab ketib, yana bir konditsioner, kir mashina utib olishlar ham mumkin bo'ladi. Endi qara, bu aksiyamizning afzallik tomoni, bilasizlar, biza klientni har doim yaxshi mahsulot olish, ko'nglini to'ldirish maqsadida aksiyalarni chiqaramiz. Ya'ni o'rtacha misol uchun 43lik televizor qimmatini eng arzondan bahosini tushirish kerak. Qara, 43lik televizorimizni o'rtacha narxi o'zi arzon 2 million, o'rtachasi 2,5 million. Aytaylik 2,5 millionni oldilar. Bir dana 32lik smart televizorimiz. Endi bahosi 1 million 800 ming so'm, 1 million 700 ming so'm. 1,5 million degandan 1,5 deb qo'yaylik. Televizor so'mga tushdi. 1 million so'mga 1 million so'mga tushib qoldi. Endi sovg'alar bilan hisoblasang bir 500 ming so'mlar tushib qoladi. Agarda 50 dyumdagi katta televizor olaman desalar chiqib. 50lik televizorimiz 3 millionligi bor, 3,5 millionligi bor, ketaveradi. Mobodo 3,5 millionlikni oldi deb hisoblasak, 43lik televizor qo'shib beriladi. 43lik televizorning hozir narxini aytdim, o'rtachasi 2,5 million so'mda. O'zi 3 milliona yoki 3,5 oldi deylik, bom 1 million so'mga tushib qolib turibdi. 55likimiz ham shuningdek bo'ladi. Yine 3,5 milyon so'm, 4 milyon so'mdan boshlanadi 55liklarimiz, bom o'rtacha 1 million so'mlarga tushib qoladi. Agarda televizorni kattaroqi 65lik, 75lik razmerda xarid etib olaman desa, 50lik televizor beramiz. 50 dyumdagi televizor pazarki bor, endi televizor oladi, bir kichkinasini qo'shib beriladi. Bir televizor oladi, bir kichkinasi qo'shib beriladi. Dastavka ustanovkalar ichida bo'ladi. Endi bular ham narxlari yozilib ham turibdi. 8,5lik 7,5 tushgan, 7,5lik 6,5 million so'mga tushgan. Plus pazarki. Plus pazarki 6,5 million so'm olsalar ham, misol uchun 50lik televizorni bilasizlar, bahosi endi sifatlisini qo'yamiz 4 million so'm turadi u narsa. O'zi 6,5 65lik oldinglar. 4 million 4,5 million so'm pazarkingiz bilan 2 million so'm bilan 65lik televizorni tushib qolgan bo'ladi.
Bemalol bular ham xalan razmerdan xohlagan firmadan 6,5 milyon so'mga 2 dana televizor olib turibdi. 2 dana televizor olib Hem turibdi. 50 lik olib turibdi. Yana Hem katta, 60 ikkisi lik ham olib katta turibdi. televizor. Ana bu faqat imkoniyat bo'ladi 10 10 kun gün bo'ladi. 10 kun bo'lib o'tadi. Shu mega aksiyamizda bo'lib o'tadi. Undan tashqari bizda toza kuxni remont etib yurganlara duxovkalarimiz, mebelli plitalarimiz, vitishkalarimiz, mikronovkalarimiz keng assortimentda mavjud. Buni ham xohlagan razmerda, xohlagan turlarni xarid etib olsalar bo'laveradi. Endi nima qiladi? Gaz plitani aytamiz esa. Yıkıp kalasam da risk. Bunu axırında görsəniz ha. Gaz plitələrimizdə ham aytqanımızdək 2 milyonluq var, 1 milyon 800 min soma düşkən, 1 milyon 700 min soma düşkən, 1 milyon 800, 1 milyon 900, 2 milyon 400, 2,5. İndi bir də gaz plitəni bir xil firmada, misal üçün bu Femaş bolsa, Ban Femaş boladı, İban'dan Femaşımız boladı, Ferresi boladı. Bunda variant Vibor köp. Yine, məsələn, yine bir də gaz plitənin əsasi narxları bilan toxtalmayacağımız səbəbi şu gaz plitənin 1 milyon 700 min so'mluq amma firmada bu 3 milyon so'mluq gaz plitəmiz. 2,5 milyon. Hava 3,5 milyonluq amma bizdə joyimiz kengroq bo'lgani uchun, bemalolroq bo'lgani uchun gazlarni hamma turlisini ochib qo'yganmiz. Asosiyamentlar bor. Hava bir xil narsani, masalan, 2 dana gazni ko'tarib, palansomdan palansomacha degandan foyda yo'q-da. Klient görüp tanlashi kerak. Masalan, yine odul gazni İBAN'da 2 milyon 202 bo'lsa, bu 2 milyon 800 min so'mluq. Yoki ina beraq o'tadiganmasak, idealni 3 milyonluq bor. İBA'da 2 milyon 202 bor. İBA'da 2 milyon 400 min so'mluq grilli usti nerjavika variantlari bo'ladi. Hammasi ideal. Shuning uchun, ava, hammasi odi bir bo'ladi. Bu yerda oddan emas, funksiyasiga qarab gaz plita tanlash kerak bo'ladi. Bu yon tarafda ham gaz plitalarimiz bor. Yine 90'lık gazla demi. Xullas gazlarning narxi 1 milyon 700 min so'mdan boshlanadi. 7,5 milyon so'mgacha gaz plita bor bizda. 7,5 milyon so'm. 90'lıkmi, 2 gözlü toklu, 6'lı bo'ladi. Yine bu 5'lisi bo'ladi. İBA'da yine 5'lini başqacha variantları, duxovkali, grilli, grillsiz, svetli, svetsiz her türlü variantından bor. İstəgan türündən xarid etib olishingiz mumkin bo'ladi. Qiziq yerini aytib o'taman. Hali gaz plitada bunday sovg'a qo'yilmagan. Bu sovg'alarimiz xolodilnik uchun emas, gaz plita uchun bo'ladi. Su shilkasi, tapa qozon naboru, kuxinni kombayni, xushtak chayniki maxsus podarki sovg'asi. İçində Madonna komplekt bo'ladi. Endi maxsus deganimizni bu arzon narsa bo'lmaydi. Sifatli, kачественный bir xo'jalikka bir 6 odamlik stola 7 odam mahsulot bo'ladi. Ishli sovg'alarimiz mutlaqo tekinga bir dana gaz plitaga qo'shib beriladi. Hava. Kanalga adlar aytsalar do'stkidan ham bo'ladi. Kanalni aytib kelsalar do'stkidan ham sovg'asini oladilar, biletini ham tashab biladilar. Shuning uchun ina gazlarimiz ham boshqadan qimmatlarga emas, bizga kelib katta tanlovdan tanlab zo'r podarkalaringiz bilan, zo'r sovg'alaringiz bilan osonlab bo'ladi. Bir-birisini o'tib borayotir-ku podarka qo'ygan podarka. Endi o'tib borayotir, qara, avtomat kir mashinaniki endi hammasini o'tib ketadi desak ham bo'ladi. Ko'p kuttirmaymiz. Yana bu dasturxona qaranglar, bu yerda bir kompyuter bilan choynakning ichida choy ikamiz, boshqa hamma narsasini to'ldirib qo'yganmiz. Yurtdoshlarimiz uchun, obunachilar uchun. Yana bektam aytganimizdek, Diller 300 podarkani zo'rindan beradi. Podarkasini ham garantiya beramiz. Shu Bagima komplekt naborimiz eng oxirgi trendda bo'lib turgan Yakmaz, nima deydi? Yakamaz firmaniki ekan. Sifati kачествоsi turetskiy brend bo'ladi. Endi bu Xitoyda ishlab chiqariladi, chindilarning asosi. BAM 9 emas, 12lik ekan. 12lik, havo. Gullarini, qoshlarini e'tibor etishingiz mumkin. Eng sifatli, originali mo'shisi bo'ladi. 12 odamlik bo'ladi. 2 dana katta meva saladoni, 2 dana konfet listasi, 6 dana chaqchuq saladoni bo'ladi. Eng sifati zo'r. 1 milyon 300, arzon yerinde 1 milyon 200 min so'mdan sotib turibdi. Olgan odamlar ham bor shunaqdan. Ina bu Madonna komplekt ham, bu 6 odamlik emas, 12 odamlik bo'ladi. 12 kilo olib kelsa, 12 choy kelsa, 12 katta taraki, 12 kichik taraki, salat listasi, konfet listasi, xullas choynik hamma narsasi bo'ladi. Bu narsamiz ham bozorlarimizda sotiladigan bahasi 1 milyon 400, 1 milyon 300 min so'm arzon yerinde. Endi taxmin aytib turibman. Yanında yine oltin tuxumli qashqulki naboram bo'ladi. 2 danasi o'zi. Qashqulki nabori bo'ladi. Qashqulki pichoq emas. Xullas shu stol komplektimiz bir dana avtomat kir mashin evazina bo'ladi. Bir dana avtomat kir mashin. To'y boshimanda mana siz axir. Shuning uchun qara endi bu narsa xo'jalik ham kerak, toza sistem xo'jalik uchun hammaga kerak bu narsa. Xo'jalik ham kerak, sepchilar uchun, to'ychilar uchun bo'ladigan bo'lsa, bir to'yni seyli komplekt deb aytiladi. Endi to'yni seyli komplekt uchun
üzü bu sovg'amiz yeterlidir öktem. Yine koşmayacak misal. Yeterlidir. Lekin qarasak, to'ychilara gerek narsasi duxovka alishi kerak, tifal alishi kerak, termiz alishi kerak, sushilka alishi kerak. Bir aladon narsasi kamiz qolyapti-da, ko'nglimiz bo'lmadi. Bu yurtdoshlarimizni bersak, to'liq aytib berik, boshqadan avor aytib bermaylik degan maqsadda qaranglar. Bu narsani ham oladilar, lekin ish o'rni sharti bo'ladi. Shu videoga like, kommentariy yozasiz, chiroyli izoh qoldirib ketasiz. Yurtdoshlarga berib qo'ygan bo'lsalar. Yurtdoshlarga yuborib qo'yasiz. Dillari uchun omad teng, siz ham omadingizni beradi, xudo xolasa. Qozon komplekt navori, duxovka pechkasi, avtomat shoblasi, kuxonniy kombayni, tifali, termizi, dazmoli, sushilkasi. Alayna mal satsan ipi bilan dedi. Shu narsalarimiz ham hammasi shundaylar qo'shib beriladi. 4 kilo varaslamay meni. Nonga 4 kilo varaslamay meni. Dushing emas, 10 bo'ladi. Endi ergashab hazil, behazil. Behazil. Bu saylabon billah. Yo'q, saylabon billah. Buni ham berajak bu. İkisidan beri beramiz. Shundan esa to'g'ri kelasizlar. Endi bizlar demam to'g'ri kelib turgan narsa yo'q. Endi sen olib 4 kilo endi kelyapti. Hali bularni bahosini eshitmading. Bahosini eshitsang ona kekilib qolasan. Chunki bu hisob kitobiga kalkulyatorning qizib ketib, sinib ketadigan yana keladi. Yo'q, o'zingizdan qo'shib beradan padarkini o'zi yaxshi, masalan, o'tib turib endi ustiga pulni qo'ygan bo'lishi mumkin deganlar uchun narxlamani o'tib kerak, lekin narxni aytamiz. Qaranglar. Cho'tga o'tirtirgan bu. Padarkimizda endi to'g'risi gap taqish mumkin emas. Bemalol bahosini so'rab solishtirsalar shu narsani gelaveradilar. Qaranglar, 3 million 200 ming so'mdan sotib turgan kir mashinamiz 2 million 500 ming so'm narxi. 2,5 million so'm. 2,5 million so'm. Munix firmamizniki bo'ladi, 6 kiloligi bo'ladi. Bom 3 million 300, 3 million 400 sotiladi, 2 million 600 ming so'm. Ziflerimiz bo'ladi 2 million 800 ming so'm. Artelimiz var 2 million 900 ming so'm. Hisense firmamizniki var 3 million so'm. Bu modellerimiz 10 oftab aytiladi, bez inverter bo'ladi. Inverter modellerimiz yine bir de Rosso kompaniyaniki bor. Sifati, kachествоsi zo'r. Inverterli model bo'ladi. Hamma narsasi konkret bo'ladi. Bahası 4 million 400 dan evvelda 4 ta tushirdik. Endi yana ham tushiramiz bahasini. 3 million 600 ming so'mga xarid pasalar bo'ladi. 3 million 600 ming so'mga inverter motorli. 600 ming so'mga inverter motordagi Rosso kompaniyaniki xarid pasalar bo'ladi. eBayda Shivaki brendimiz bor. Yaponskiy texnologiya, bilasizlar, inverterli model, ko'p sifati, kachествоsi zo'r. Ko'pchilik do'konlar ochiqdan aytadigan bo'lsam, reklam ham etmaydi. Nechta reklam etmaydi. Bahasi qimmat chiqadi bu narsani. 5 million, 4 million 800 ming so'mdan sotib turgan mahsulot bizning do'konimizda 3 million 800 ming so'mga xarid pasalar bo'ladi. 3 million 800 ming so'm. Shivaki brendi. Shivakini 3 million 800 ming so'mga xarid pasalar bo'ladi. Xolos aynabeda Samsung bor, Teshniki bo'ladi, Immerniki bo'ladi, Hoffmanniki bo'ladi, LG'niki bo'ladi, Orion'niki bo'ladi, TCL'niki bor, Vestel'niki bor, Atlant'niki bor. Brenddan ham muammo yo'q. Bekoniki bor, Vestel, xullas brenddan umuman muammo bo'lishi mumkin emas. O'zbekistonda yurib turgan brend bo'lmasidan bor. O'zbekistonda yurib turgan brendlar bo'lsa hamma turidan bor. Arzonani 2,5 million so'mdan boshdan avtomat kir mashinamiz 7,5 million so'mgacha bor. 10 kilo deysizlarmi, 8 kilo deysizlarmi, qanday turidan bilib kelsanglar bo'ldi, narxini bizga da arzon chiqarib beramiz. Bizda arzon deydi-ku. Shu narsa bizda bo'lamiz. Qo'shpadan padarkilardan qaranglaydi. Ha, lekin avtomat kir mashinamizni inverter modeldan olishlari shart bo'ladi. Baribir inverter olmasa bo'lmaydi ham, chunki hammada tok pas, suv sho'r, boshqa shunday narsalar bo'ladi. Inverter modelda istalgan bir avtomat kir mashin xarid etasizlar, shu sovg'alar sizlarniki mutlaqo tekinga bo'ladi. Dastavkasini ishlab berasiz. Dastavkasini ishlab berasiz, ustanovkasini ishlab berasiz. Like, kommentariyasini yozib qo'ysalar, обязательно omadli do'stimizdan ham bir dana sovg'asini olib, bu yerdan ham bir bilet yozib beriladi. Bilet ham yozib beriladi. Ol do'stidan televizor utsalar, biletdan konditsioner utsalar, avtomat kir mashin olib turib, bagimasi, madonnasini olsalar, yerim nov kerak. Bunda padarkilar ham bor. Endi do'stlar, buning imkoniyati hamma ham bo'lmaydi. Bir narsani yoddan chiqarmanglar. Berilgan vaqtda foydalanish kerak. To'g'ri. Faqat 10 yil, 15-maygacha amal etadi. Ha, endi ko'pchilik yurtdoshlarimiz nima deydi, har turli reklamalar chiqib yotdi, boshqa aytib yotdi, bu haqiqatmi ekan, boshqami ekan. O'ylanib o'tirmang. Keling, olin. Keling, olin, xarid eting. Bemalol 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan bir afzal bo'ladi. Biza boshqa do'konlarni bilmaymiz. Qo'ygan narsamizga javob beramiz. Hali bir boshqacha narsa bizda bo'lmagan, xudo shukr, bundan keyin ham bo'lmasin. 2 yilda var ishga chiqadi. Buncha javob tushganimiz yo'q. Qarang, keyin faqat 3 filialda amal etadi, bu aksiya. Hozirgi aksiyamiz bu filialimizda amal etadi. 10 kun muddati 15-mayda tugaydi. 16-kuni kelib turib bu narsamizni so'rasangiz, 50% skidkani so'raymiz. 50% skidkani umuman so'ramasalar ham bo'ladi. Bu narsamiz ham ya bo'ldi, ya bo'lmadi. Shuning uchun tezroq kelib xarid etib, unumli foydalanib qolsangiz kerak bo'ladi.
Dastavka ustanovka nelarcha bo'ladi shunda? Dastavka ustanovkamiz O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud. Qoraqalpog'iston, Xorazm bo'ylab ham dastavka ham ustanovka xizmatlari bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab onlayn savdolarimiz va faqat dastavka xizmatidan foydalansalar bo'ladi. To'lov masalasini. To'lov masalasi naqd pul bo'ladi, plastik karta. Endi ya'ni puli yetmay turgan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, muddatli to'lovni chiqarib beramiz. Bir pasportni ikkazala bo'ldi, muddatli to'lovni chiqarib beramiz. Dasturlarni tushirib beramiz, bir qator tushuntirib, kelgan vaqtida ko'rsatib beramiz. Endi xudo xolasa shu videomizga like bosib, kommentariya yozib, o'tirgan yurtdoshlarimiz uchun O'ktanboy hozirgi aytgan şu Madonna komplektimiz bo'ladi. 1, 2, 3 tanasi bo'ladi-ku. Yo'q, bo'lmaydi. 3 tanasi bo'ladi, ha? Bo'lmaydi. Bo'lmaydi dosh. Bo'lmaydigan bo'lsa, 5 kerak buni. bo'ldi. 5 ta 5 atamizmi? Esa ikkisini yana boshqa narsa qo'yamiz. Avtomat shobrasi bo'ladi. Shu ko'rib turgan 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sovg'amizni yetami 5 si? Yetadi. Qaranglar. 5 tane sovg'amizni kommentariya shova qo'yib beramiz. Keyingi videoda aniqlaymiz. Keyingi videoda aniqlaymiz. Endi videomizni sen soatni nechada chiqarishing bilamiz-ku. 5 ta chiqaradimi, 6 ta chiqaradimi? Bugun chiqadi. 8:30 ni chiqadi. Birinchi bo'lib kommentariya yozgan odamga shu 6-chisini beramiz. Gap yo'q. Birinchi yozgan. Birinchi yozgan odamga videoning eng teyinda turadi. Qachon aniqlasak ham eng teyinda turadi. 6-odamga shu narsani ham qo'shib beramiz. Shunday ana, yetdi. Shunday. Videoni ko'rasiz, like bosasiz, kommentariya yozasiz, yaqinlarga yuborasiz, chunki bu 50% aksiyadan unumli foydalanish kerak. Hamma ham bo'lmaydi. Narxlarni ko'rdinglar, bemalol so'rab surishtirib kelaverasizlar. Gap yo'q. Asosan qo'yib bergansiz rozi bo'lasiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Do'stlar, bizlar ham shu videoni yakunlaymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, ko'proq likelar bilan qo'llab-quvvatlang. Keyingi videolarda görüşünce sog' bo'linglar, so'yinaga yetkazgan vaqtingiz rozi bo'linglar.